Assalomu alaykum, Ostona Med klinikasini kuzatuvchilari. Har safarda yozmasam bo'lmadi, etmasak bo'lmadi. Bu narsani qayta bu holat takrorlanayotgani sababli biz yana video murojaat bilan olib chiqyapmiz ommaga. Xalqimiz ko'rsin, o'zbek xalqimiz ko'rsin, oddiy xalq ko'rsin. Negativli yozishlarni ham bilaman, yozaveringlar. U sizlarni vijdoningizga. Lekin men murojaat bilan chiqayotgan videoyim oddiy xalqim uchun olib chiqyapman. Bor bergan bo'lsanglar, men meditsinaga yoki biron bir vrachlarga meni hech ham qarshiligim yo'q. Bemalol ishlayveringlar. Lekin bitta narsani yaxshilab tushunib olinglar. Mana hozir bu bolani ustida ko'rsataman. Hozir onalarning o'zlari ham murojaat bilan chiqmoqchilar. Endi yaxshilab e'tibor beringlar. Juda og'ir holatda keldi. Haqiqatdan bola уже o'lim yoqasida keldi. 5 mg prednizolon 3 ta tabletka ichadi, yarim soat o'tib yana 3 ta tabletka. Biron bir vrach, shu nazoratda ushlab turgan vrachlar bolaga suv ichirishini, ichini keltirishini, ovqatlanish tartibini umuman aytilmagan. To'g'ri, yosh onalar ko'p narsani bila olmay qolishyapti, parhezlarni tushunishmayapti. Parhez deganda bu sho'rva qaynatib bulyon ichirish degani emas. Parhez degani bu to'g'ri ovqatlanish degani, sog'lom ovqatlantirish degani.